Bugungi kunda texnologiyalar rivojlanishi bilan kiber jinoyatchilikning yangi va yo'siz usullari ko'paymoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda pulingizni bir necha barobar ko'paytirib beraman degan va'dalarga ishonib, bor budidan ayrilayotganlar soni ortayotganligi achinarli holdir. Hammasi Telegramdagi jozibador reklamalardan boshlanadi. O'zini tajribali treyder va investitsiya ustasi deb tanishtiradigan noma'lum shaxs sodda fuqarolarning ishonchiga kiradi. 2025-yilning noyabr oyida 2 nafar fuqaro ana shunday firibgarning tuzog'iga tushishadi. Ular trading kurslarini o'rganish va pullarini bir necha barobar ko'paytirish ilinjida professional adminga murojaat qilishadi. Natijada biri 13 million so'mdan ortiq, ikkinchisi esa 10 million so'm mablag'ni firibgarga ko'rsatgan bank kartasiga o'tkazib beradi. Pullar tushishi bilan saxovatpesha ustoz g'oyib bo'ladi, mijozlarni qora ro'yxatga tiqib, muloqotni uzib qo'yadi. Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida jinoyatning iziga tushildi. Eng hayratlanarlisi, bu keng ko'lamli firibgarlik sxemasi ortida hali hayotning oq qorasini tanib ulgurmagan, endigina maktabni tugatgan, voyaga yetmagan 17 yoshli yigitcha turganligi aniqlandi. Qashqadaryo viloyatida yashirinib yurgan ushbu uchar o'smir qo'lga olinganda, uning yonidan ashyoviy dalil sifatida so'nggi rusumdagi iPhone 17 Pro telefoni va bank kartalari topildi. Tekshiruvlar davomida uning tavakkalchilikka asoslangan trading faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, uning Telegramdagi kanali 2800 ga yaqin a'zoga ega ekanligi, u allaqachon 280 dan ortiq kishini aldab, so'ngra ularni bloklab yuborgani ma'lum bo'ldi. Ushbu yosh firibgar nafaqat buxoroliklarni, balki butun respublika bo'ylab yuzlab insonlarni chuv tushirgan bo'lishi mumkin. Hozirda gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uning boshqa yashirin jinoyatlarini fosh etish bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, shuni unutmangki, ijtimoiy tarmoqlarda sizga hech kim hech qanday shunchaki pul berib qo'ymaydi yoki mablag'ingizni bir necha soatda ko'paytirib bermaydi. Shubhali shaxslarning plastik karta raqamlariga pul o'tkazmang. Bugun sizga o'zini boylik kaliti deb ko'rsatayotgan shaxs aslida oddiygina ekran ortidagi firibgar bo'lishi mumkin. Ogoh bo'ling.